imtihon topshirmoqchi bo'lgan bolalar hozir imtihon markaziga kelyapmiz. Hozir qaranglar, video qilib sizlar uchun ko'rsatib beraman. Bugun 26 dekabr soat 12:30 imtihonga ochirt navbati. Mana bu imtihonga topshirmoqchi bo'lgan bolalar hammasi turishibdi. Hozir ko'rsatib beraman. imtihonga ochirt. Imtihon topshirmoqchi bo'lganlar navbat. Toshkent imtihon markazi degan ahvol. O'shanga qaranglar. Shoshmayotgan bo'lsanglar, yangi yildan keyin topshira qolinglar. Tinchgina. Navbat ko'p lekin bu nazariy imtihon topshiradigan o'quvchilar uchun ma'lumot.